3 g'ildirali skuterlarimizning narxlari ancha tushdi akalar. Xo'p, yaqinda kelgan mikro skuterlarimizning narxini ancha arzonlatib qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, batafsil narxlari bilan ma'lumot berib o'taman. Ko'rib turibsizlar, 4 xil rangi bor. Buni bitta to'liq zaryadkasi 50 kilometrdan boshlab 100 kilometrga qilib beramiz. Maksimal tezligi 35-40 ga chiqadi. Tabloda hamma funksiyasi bor. Mana orqaga yuradi, 3 ta skorostli. Xo'p. Motorlari 800 vatli bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $620 dan tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa narxga bunaqa skuter olishinglar ancha qiyin. Juda ham yumshoq skuter hisoblanadi. Orqada ikkita odam o'tiradi. Yukxona qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Orqasida qo'shimcha sondolari ham bor. $620 dan. Mana. Keyingi skuterimiz mini muraviy. 400 kilo, 500 kilo yukni bemalol ko'taradi. Manaqa odam o'tiradigan qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Eshiklari ham ochiladi. Narxi $850. Mana. Rushnolari bor, podiyomniy skoslari bor, elektron tablo tormozlari jipsli bo'ladi. Keyingi modelimiz 1 kishilik, narxi $700. Xuddi shuni ochiq varianti bor. Buning narxi $600. Mana. Bas hammasidan topsanglar bo'ladi akalar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab zo'r narxda dastavkasini ham qilib beramiz. Eng asosiysi bu skuterlarimizni faqat naqd pulga emas, bo'lib to'lashga ham olsanglar bo'ladi. Pastda raqam qoldirib qo'yganman. Telefon qilib bemalol o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob topsanglar bo'ladi. Mana boshqa modellarni ham topsanglar bo'ladi. Zapchastlarni ham xudo xolasa o'zimiz sotgan skuterlarning zapchastlarini ham xudo xolasa topib beramiz sizlarga.